Ibrohim alayhissalomning oldilariga bir majusiy "Qornim och, uyingda bir kun mehmon bo'lay" deb keldi. Ibrohim alayhissalom esa "Musulmon bo'lsangina seni mehmon qilishim mumkin" dedi. U odam buni istamay orqasiga qarab ketdi. Shu payt Alloh azza va jalla Ibrohim alayhissalomga vahiy yubordi. Nimaga uni mehmon qilish uchun dinini o'zgartirish shart qo'yding? Axir 70 yildan beri u meni inkor qiladi. Men esa uning rizqini beryapman. Sen esa dini tufayli bir kun mehmon qila olmading. Ibrohim alayhissalom Alloh taolaning vahiyini olgach, darhol haligi odamning orqasidan yugurdi. Uni topib uyiga olib kelib mehmon qildi. Holatdan hayron bo'lgan majusiy so'rabdi: "Ey Ibrohim, sen avval meni mehmon qilishni istamading, so'ng o'zing ortimdan yugurib meni uyingga olib kelib mehmon qilding. Buning sababi nima?" Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning vahiysini unga aytib berdi. Majusiy bundan juda ta'sirlandi. Alloh men haqimda shunday dedimi? Menga o'xshagani uni inkor qilib yolg'onga chiqargan bir bandasini deb sen kabi uning do'sti bo'lgan zotga tanbeh berdimi? Ey Ibrohim, menga diningni o'rgat, men ham musulmon bo'lishni istayman dedi. Dunyo insonlarni dinlari tanlagan yo'llari uchun hukm chiqarilib, mukofot yoki jazo beriladigan qozixona emas. Aksincha, dunyo insonlar o'z dinlarini, o'z yo'llarini xohlaganlaricha tanlashlari mumkin bo'lgan imtihon maydonidir.